Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, hatto aytishim mumkinki, hayotiy zarur bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Nima uchun? Ayrim pensionerlarning bank kartasidagi pullari bir zumda yo'qolgandek ko'rinmoqda. Hisobdagi summa nollashib qolmoqda, pensiya tushgan zahoti yechib olinmoqda yoki karta bloklanmoqda. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari va ularga qaraydigan har bir odamga tegishli. Chunki bugun moliyaviy xatolik, firibgarlik yoki qarzdorlik ijrosi bir necha daqiqada odamni pulsiz qoldirishi mumkin. Men bu videoda vahima tarqatmayman. Lekin ko'zni yumib yurish ham mumkin emas. Hisobdagi pul nega yo'qoladi? Kimlar xavf ostida? Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Qaysi holatda bankka, qaysi holatda majburiy ijro byrosiga, qaysi holatda pensiya jamg'armasiga, qaysi holatda esa ichki ishlar organlariga murojaat qilish kerakligini aniq aytaman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirgi qismda beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner o'z pulini himoya qila oladi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida olishga o'rganib qolgan edi. Mahallaga pul olib kelinar, pochta orqali berilar. Ba'zi joylarda odamlar navbatda turib pensiyasini qo'lga olar edi. Bu usulning ham muammolari bor edi. Kechikish bo'lardi, yo'lda xavf bo'lardi. Kimdir pulni yo'qotib qo'yishi mumkin edi. Ayrim hollarda boshqa odam pensioner nomidan pul olishga urinar edi. Lekin oddiy pensioner uchun bir narsa tushunarli edi. Pul qo'lida bo'lsa, qancha borligini ko'rib turardi. Hozir esa ko'p pensiyalar bank kartalariga tushmoqda. Bu zamonaviy tizim aslida qulay. Pul tez tushadi. Do'konda karta bilan to'lash mumkin. Bankomatdan yechish mumkin. Mobil ilova orqali nazorat qilish mumkin. Lekin muammo shundaki, karta orqali pul harakati juda tez bo'ladi. Firibgar karta ma'lumotini bilib olsa, pul bir necha soniyada chiqib ketishi mumkin. Sud qarori yoki ijro hujjati bo'lsa, hisob raqamiga cheklov qo'yilishi mumkin. Bank komissiyasi, kredit, mikroqarz yoki kafillik bo'yicha avtomatik yechim bo'lsa, pensiya tushgan zahoti ushlab qolinishi mumkin. Natijada pensioner bankomatga boradi, qaraydi, hisobda pul yo'q. U shunda pensionerlarning hisoblari nollashtiryapti deb o'ylaydi. Men bu yerda juda muhim farqni tushuntirmoqchiman. Har bir nollashish bir xil sababdan bo'lmaydi. Ba'zi holatda bu firibgarlik, ba'zi holatda qarzdorlik sababli qonuniy ushlab qolish, ba'zi holatda bank kartasi bilan bog'liq texnik kechikish, ba'zi holatda pensionerning o'zi bilmagan holda buni. Avtomatik to'lov yoki qarindoshga berilgan karta sabab bo'ladi. Agar sababni to'g'ri topmasangiz, muammoni ham to'g'ri hal qila olmaysiz. Birinchi navbatda kimlar ko'proq xavf ostida ekanini bilish kerak. Eng katta xavf guruhi telefon orqali kelgan kodni begona odamga aytib yuboradigan, bank kartasini boshqa odamga berib qo'yadigan, mobil ilovaga kirishni o'zi tushunmaydigan, qarindoshining telefoniga o'z kartasini ulab qo'ygan, oldin kredit yoki mikroqarz olgan, aliment, jarima kommunal qarzdorlik yoki sud qarori bo'yicha majburiy to'lovi bor pensionerlardir. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Olib tekis yoshli otaxonning kartasiga 1 million 200 ming so'm pensiya tushdi. Shu kuni unga telefon qilishdi. Bankdanmiz, kartangiz bloklanmoqda. Hozir SMS kodini aytsangiz himoya qilib qo'yamiz, deyishdi. Ota ishonib SMS kodini aytdi. Aslida bu kod bank ilovasiga kirish yoki pul o'tkazmasini tasdiqlash kodi edi. Bir daqiqadan keyin 1 million 200 ming so'm boshqa hisobga o'tib ketdi. Ota bankka borsa, bank aytadi. Operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangan. Bu juda og'ir holat. Chunki pulni qaytarish uchun darhol ariza, ichki ishlar organiga murojaat, bankdan transaksiya ma'lumotlarini olish kerak bo'ladi. Ikkinchi misol. 7 yoshli onaxonning kartasiga 900 ming so'm pensiya tushdi. U bankomatga borsa hisobda $1 so'm. U pulimni bank oldi deb o'yladi. Tekshirilganda uning nomida 2 yil oldin olingan mikroqarz bo'lgani, qarz qaytmaganligi va ijro hujjati ochilgani aniqlandi. Hisob raqamiga cheklov qo'yilgan. Tushgan mablag'ning bir qismi yoki hammasi qarzdorlikka yo'naltirilgan. Bu yerda muammo firibgarlik emas, ijro jarayoni. Bunday holatda bank bilan janjallashish kam foyda beradi. Asosiy hujjat qayerdan kelganini aniqlash kerak. Sudmi, notarial ijro yozuvimi, majburiy ijro byrosimi, kredit tashkilotimi? Uchinchi misol. Pensioner o'g'liga yoki nabirasiga kartasini berib qo'ygan. Bolam do'kondan narsa olib keldi, PIN kodini ham aytgan. Keyin karta telefon ilovasiga ulanib qolgan.
bir oy o'tib pensiya tushgan kuni 300 ming so'm internet to'loviga, 200 ming so'm o'yin yoki servis obunasiga, 400 ming so'm boshqa kartaga o'tkazilgan. Pensioner buni ko'rmaydi. Chunki SMS nabiraning telefoniga ketadi yoki telefon umuman ishlamaydi. Keyin hisobda yo'l so'm. Bu ham keng tarqalgan holat. Bu yerda huquqiy tomondan masala murakkab. Karta egasi o'zi kartani va PIN kodni bergan bo'lsa, bank ko'pincha siz karta xavfsizligini buzgan ekansiz deydi. 4-misol, pensionerning pensiyasi 1 million 500 ming so'm. Oldin bankdan iste'mol krediti olgan, oyiga 600 ming so'm to'lashi kerak. Kredit shartnomasida mablag' tushganda avtomatik yechib olish sharti bor. Pensiya tushadi, 600 ming so'm kreditga ketadi. Yana 1000 so'm jarima yoki foiz yechiladi. Qolgan pul bilan odam yashashi kerak bo'ladi. Pensioner buni hamma pulimni olib qo'yishdi deb qabul qiladi. Bunday vaziyatda shartnomani ko'rish, kredit grafikini tekshirish, agar ortiqcha yechilgan bo'lsa, bankka yozma e'tiroz berish zarur. 5-misol. Hisobda pul bor, lekin bankomat mablag' yetarli emas deydi. Mobil ilovada esa summa ko'rinmaydi yoki karta faol emas. Bu texnik blok kartaning muddati tugashi, bank tizimidagi profilaktika, plastik karta almashtirilgani. Karta boshqa hisobga bog'langani yoki PIN urinishlari ko'p bo'lgani sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda pul yo'qolgan degani emas. Bank filialiga pasport bilan borib, hisob varaqdan ko'chirma olish kerak. Ko'chirmada pul kirimi va chiqimi aniq ko'rinadi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz kartangizni hech kimga bermasangiz, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, qarzdorliklaringiz yo'qligini bilsangiz, bank ilovasiga faqat o'zingiz kirayotgan bo'lsangiz, karta ko'chirmasini oyma-oy tekshirib tursangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin bu umuman xavf yo'q degani emas. Chunki firibgarlar juda ustalik bilan ishlaydi. Ular o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, soliq xodimi, hatto mahalla yoki ijtimoiy yordam tashkiloti vakili sifatida tanishtirishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya pulga har doim ham to'liq tegib bo'lmaydi degan umumiy tushuncha bor, lekin amalda har bir holat hujjatga bog'liq. Qaysi turdagi qarzdorlik, qaysi ijro hujjati, qanday miqdor, qanday cheklov qo'yilgan, pensionerning boshqa daromadi bormi? Bularning hammasi ahamiyatli. Shuning uchun men pensionerman, demak hech kim pulimga tegolmaydi deb yurish xato. Shu bilan birga hammasini olib qo'yishlari mumkin. Men hech narsa qila olmayman deyish ham xato. Har bir ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lishi, hujjat bilan tasdiqlanishi va tushuntirilishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, bank xodimi telefon qilib, sizdan SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati, CVV kod, PIN kod so'ramaydi. Men buni juda aniq aytaman. Haqiqiy bank xodimi sizdan kartaning orqa tomonidagi 3 xonali kodni so'ramaydi. Haqiqiy bank xodimi hozir aytmasangiz, pulingiz kuyadi deb qo'rqitmaydi. Haqiqiy xodim sizga ilova o'rnatib bering, ekraningizni ko'rsating degan talab qo'ymaydi. Agar kimdir shunday qilsa, suhbatni darhol to'xtating. 3-nozik jihat. Firibgarlar ko'pincha pensionerning shaxsiy ma'lumotlarini qisman biladi. Masalan, ismingizni, tug'ilgan yilingizni, qaysi bank kartasidan foydalanishingizni yoki pensiya olishingizni aytishi mumkin. Bu u haqiqiy xodim degani emas. Ma'lumotlar turli yo'llar bilan tarqalgan bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar ijtimoiy tarmoqlarda karta rasmini, pasport ma'lumotini, telefon raqamini, uy manzilini ochiq yozib qo'yadi. Firibgar shundan foydalanadi. 4-nozik jihat, ko'p pensionerlar men internetdan foydalanmayman, demak meni aldashmaydi deb o'ylaydi. Aslida firibgarlik uchun internetdan foydalanish shart emas. Oddiy telefon qo'ng'irog'i yetadi. Sizga kompensatsiya chiqdi, pensiyangiz oshiriladi. Hisobingiz tasdiqlanmasa, pul tushmaydi. Kartangizga hujum bo'lyapti. Davlatdan yordam puli bor. Kabi gaplar bilan odamni shoshiltirishadi. Ular aynan shoshiltirish orqali fikrlashga vaqt bermaydi. 5-nozik jihat, karta hisob raqami va plastik karta bir narsa emas. Kartangiz yo'qolsa yoki bloklansa, hisobdagi pul yo'qoldi degani emas. Karta faqat hisobga kirish vositasi. Shuning uchun bankka borganingizda kartamda pul yo'q demasdan, mening hisob varag'im bo'yicha kirim-chiqim ko'chirmasini bering deb so'rang. Ko'chirma asosiy dalil. Unda qaysi kuni, qaysi soatda qancha pul tushgani va qayerga ketgani ko'rinadi. 6-nozik jihat, ba'zan pensionerning nomiga o'zi bilmagan holda qarz rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu juda xavfli. Telefon raqami boshqa odam qo'lida bo'lsa, pasport nusxasi
begonalarda bo'lsa, elektron identifikatsiya ma'lumotlari himoyasiz bo'lsa, kimdir mikroqaz olishga urinishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar pasport nusxasini har kimga bermasligi, notanish joylarda hujjat rasmiga oldirmasligi, telefon raqamini boshqa birov nomiga rasmiylashtirib qo'ymaslik kerak. 7-nozik jihat. Ayrim hollarda pul yo'qolmagan, balki vaqtincha ushlab turilgan bo'ladi. Masalan, bankomatdan pul yechishga urindingiz, bankomat pul bermadi, lekin hisobdan yechildi. Bu holatda bankomat inkassatsiyasi va tekshiruvdan keyin mablag' qaytishi mumkin. Lekin kutib o'tirmaslik kerak. Darhol bankka murojaat qilib, qaysi bankomat, qaysi vaqt, qancha summa, karta raqami, telefon raqami bo'yicha ariza qoldirish zarur. Birinchi qadam, vahima qilmang, lekin vaqtni ham bo'y bermang. Agar pul hisobdan kutilmaganda chiqib ketganini ko'rsangiz, darhol bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Raqamni SMSdagi havoladan yoki notanish odam aytgan joydan olmang. Bank kartasining orqasidagi raqamdan, bankning rasmiy saytidan yoki filialdagi ma'lumotdan foydalaning. Kartani vaqtincha bloklatishni so'rang. Bu keyingi yechimlarning oldini oladi. Ikkinchi qadam, bank filialiga pasport bilan boring. Menga oxirgi oy yoki oxirgi 3 oy bo'yicha hisob varaq ko'chirmasi kerak deb yozma yoki og'zaki so'rang. Agar xodim faqat ekrandan ko'rsatib qo'ysa, bu yetarli emas. Sizga operatsiyalar ro'yxati kerak bo'ladi. Qachon pul tushgan, qachon yechilgan, qaysi tashkilotga yoki qaysi karta raqamiga ketgan, operatsiya turi nima? Bularni bilmasdan turib keyingi qadamni to'g'ri tanlab bo'lmaydi. Uchinchi qadam, agar pul noma'lum kartaga o'tkazilgan bo'lsa yoki siz SMS kodni aytib yuborgan bo'lsangiz, darhol ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada aniq yozing, qachon qo'ng'iroq bo'ldi, qaysi raqamdan bo'ldi, nima deb gapirdi, siz qanday ma'lumot berdingiz, qancha pul ketdi, qaysi vaqtda ketdi. Bank ko'chirmasini ilova qiling. Telefoningizdagi SMS, qo'ng'iroq tarixi, Messenger'dagi yozishmalarni o'chirmang. Bular dalil bo'lishi mumkin. 4-qadam, agar pul qarzdorlik sabab ushlangan bo'lsa, bankdan ushlab qolish qaysi hujjat asosida bo'lgan deb so'rang. Majburiy ijro byurosi qarori bo'lsa, ijro ishi raqamini oling. Keyingi bo'limiga boring yoki rasmiy kanallar orqali murojaat qiling. Mening pensiya hisobimdan mablag' ushlangan. Ijro hujjati nusxasi va qarzdorlik hisob-kitobini berishingizni so'rayman deb yozing. Siz qarz miqdorini, asosini qachondan beri hisoblanganini bilishga haqlisiz. 5-qadam. Agar kredit yoki mikroqarz bo'yicha yechim bo'lgan bo'lsa, shartnomani talab qiling. Ko'p odamlar shartnomani o'qimasdan imzo qo'yadi, keyin avtomatik yechimga hayron qoladi. Bank yoki mikroqarz tashkilotidan to'lov grafigi, asosiy qarz, foiz, jarima, komissiya ajratmasini so'rang. Agar siz qarzni olmagan bo'lsangiz yoki imzo sizniki bo'lmasa, bu alohida jiddiy holat. Bunda ichki ishlar organiga va tegishli tashkilotga yozma e'tiroz bilan murojaat qilish kerak. 6-qadam, pensiya tushadigan kartani kundalik xarajat va internet to'lovlari uchun ishlatiladigan kartadan ajrating. Men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Pensiya tushadigan asosiy karta faqat pul qabul qilish va kerak bo'lsa bankomatdan yechish uchun bo'lsin. Internet xaridlari, obunalar, qarindoshga pul o'tkazish uchun alohida karta ishlating. Asosiy kartaning ma'lumotini hech kimga bermang. Telefon ilovasiga kirish parolini farzand yoki ishonchli odam bilan tartibli qilib nazorat qiling. Lekin hamma qarindoshga ochib tashlamang. 7-qadam. SMS xabarnomani albatta yo'qing. Agar pensioner o'qiy olmasa yoki telefon ishlatishga qiynalsa, xabarlar ishonchli farzandning telefoniga emas. Imkon qadar pensionerning o'z raqamiga ulangan bo'lsin. Farzandi esa yonida turib tushuntirib tursin. Chunki karta boshqa odam telefoniga to'liq bog'lanib qolsa, nazorat yo'qoladi. Har oy pensiya tushgan kuni hisobni tekshirish odatga aylanishi kerak. 8-qadam. Hech qachon SMS kodni aytmang. Men buni yana takrorlayman, chunki eng ko'p pul aynan shu xato orqali ketadi. Kod kelgan bo'lsa, u sizning pulingizga kirish kalitidir. Uni bank xodimi ham, mahalla vakili ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham, prokuratura yoki soliq xodimi ham so'ramasligi kerak. Agar so'rasa, demak bu shubhali holat. 9-qadam. Kartaning PIN kodini qog'ozga yozib, karta bilan birga sumkada olib yurmang. Bankomat oldida begona odam yordam bermoqchi bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Men bosib beraman. Ko'zingiz yaxshi ko'rmayapti. Yordam beraman degan odam karta almashtirib qo'yishi yoki PIN kodni ko'rib olishi mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa, bank filiali ichidagi rasmiy xodimdan yordam so'rang.
10-chi qadam har bir murojaatni yozma qiling. Og'zaki gap ko'pincha havoda qoladi. Bankka borsangiz, arza raqamini oling. MIBga murojaat qilsangiz, kirim raqamini oling. Ichki ishlar organiga arza bersangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatni oling. Keyin men aytgandim emas, mana arizam, mana sanasi, mana raqami deb gap qila olasiz. Yana bir amaliy maslahat. Pensionerning farzandlari bu masalada befarq bo'lmasligi kerak. Oyiga bir marta ota-onangizning kartasi, telefon raqami, SMS xabarnomasi, qarzdorlik holati shubhali qo'ng'iroqlar bo'lgan-bo'lmaganini tekshirib turing. Lekin buni pulni nazorat qilish yoki tortib olish sifatida emas, himoya sifatida qiling. Pensionerning roziligi, hurmati va mustaqilligini saqlash juda muhim. Agar hisobingiz nollashgan bo'lsa, eng katta xato kutishdir. Balki ertaga qaytar, balki tizim xatosidir, balki o'zi hal bo'lar deb yurish mumkin emas. Firibgarlikda birinchi soatlar juda muhim. Qarzdorlikda esa hujjatni qancha erta ko'rsangiz, ortiqcha yechim yoki noto'g'ri hisob-kitob bo'lsa, shuncha tez e'tiroz bildirasiz. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlarning hisobidagi pul o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Har bir nollashish ortida sabab bo'ladi. Firibgarlik, qarzdorlik, avtomatik yechim, karta xavfsizligi buzilishi, texnik xato yoki ijro hujjati. Eng muhim vazifa sababni aniqlash, hujjat olish va vaqtida harakat qilish. Men ekspert sifatida sizga shuni qat'iy maslahat beraman. Kartangizni hech kimga bermang. SMS kodini aytmang. Hisob ko'chirmasini tekshiring. Shubhali holatda kartani darhol bloklating. Yozma ariza qoldiring va dalillarni saqlang. Farzandlar esa ota-onasining pensiya kartasini nazoratsiz qoldirmasin. Lekin hammasini hurmat bilan tushuntirib va qonuniy yo'l bilan qilsin. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Pensiya tushgandan keyin pul kutilmaganda yechilib ketganmi? Karta bloklanganmi yoki bankdan tushunarsiz javob olganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqarsin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Bu oddiy maslahat emas, bu ko'p odamning pensiyasini, tinchligini va xavfsizligini saqlab qolishi mumkin.